Bilarmidinglar, bolalar paralichiga qarshi birinchi vaksinani Jons Salk o'ylab topganligini. Va uni o'z farzandlarida test qilgan. Shunda jurnalist undan 1953-yilda intervyu olganda so'ragan, nimaga patentlamadingiz deganda, axir quyoshni ham patentlab bo'ladimi? Quyosh xalqniki degan. Xuddi shunaqa mana shu taklarni ham hech kim patentlamagan. Va buni tarixiy manbalarda qadimgi Misr farovoni Tutunxamonni qabrxonasini ochishganda ham topishgan va buni qay darajada 3000 yillab saqlanib kelganligiga dalolat. O'shaning uchun santexnikada jipslashtirishda, ya'ni rezbalarning o'rtasini o'rashda va gaz quvur tizimlarida ishlatilgan va hozirgi zamonaviysi bu fum lenta. Lekin an'anaga tayangan ustalar buni hali ham ishlatishadi, chunki bu yuqori bosimga va bunaqa temir boylanmalarda qo'lda ochilgan rezbalar uchun juda ham zo'r narsa. Buni agarda o'zini pastasi bilan birga ishlatsa yoki moy bilan birga ishlatilsa. Endi hozir biz texnologiya davrida bizni avtomatizatsiya qilingan biznesda va hozirgi tez rivojlanayotgan davrimizda o'rtoq xaridorlarga nima kerak? Qulaylik, sharoit, Gigiyena va tezlik kerak. Hayot ritmi juda ham tezlashib ketdi. Shu sababdan biz Nero jamoasi navbatdagi yangiligimizda xuddi shu 3000 yillik mahsulot tarix manbalarida bor ma'lumotdan olib foydalandik. Bu ko'rinishda mana sizlar uchun qulaylik zamonaviylashtirilgan variantini taqdim qilamiz. Siz haligacha pakli ishlatasizmi yo fum lenta ishlatasizmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldirib keting. Pochkasida 50 tadan do'konga kirgan xaridor ozgincha kesib ber, o'lchab ber deb o'tirmaydi. Hammasi avtomatlashtirilgan. Qidirishingiz ham oson, sifatga ham oson. Ortiqcha paket ham isrof qilmaysizlar.